Türkiye'de yaşayotgan bir qism Uyg'urlar Uyg'ur an'anaviy qo'l hunar san'ati va yerlik to'qilma buyumlar madaniyatini xalqaroga yuzlantirib, Uyg'ur klassik olimlarining surat va yozmalari tushirilgan tam asqi gilamlar, oy yulduzliq ko'k bayroq kashlangan xotir buyumlar, rangdor an'anaviy atlasdan ishlangan galastuk, sharpa, hamyon, so'mka qatorliq sovg'at buyumlarini ishlab chiqarishga boshlagan. Bu mahsulotlar muhojiratdagi Uyg'urlarning talishib setib oladigan hadiya buyumlariga aylangan. Xitoy hukumati Sharq Turkistonda Uyg'ur milliy madaniyat meroslariga buzg'unchilik qilayotgan, Uyg'ur an'anaviy qo'l hunarvanchiligining taraqqiyotini buzayotgan, Uyg'ur milliy egiligini tub yiltizdan vayron qilayotgan, ona tilimizni yo'qotayotgan bir paytda muhojiratdagi Uyg'urlar o'zlari yashayotgan davlatlarda kuchining yetishicha Uyg'ur milliy madaniyat, ona til va san'at meroslarini qutqizib qolishga, uni xalqaro saviyada taraqqiy qildirishga tirishmoqda. Türkiye'de yaşayotgan Emdil 30 yaşının qarşısına ağan yaş egilik tikligüçi Habibullah Muhammed ana şundaq yaş hem cüretli karxançılarının biridir. Uyghur milli medeniyetinin mevcutluğu tehdit uçurayotgan bir paytda Türkiye'ye kelgan Habibullah faqat pul tepishini maqsad qilib qolmasdan, balki Uyg'urlarning milliy an'anaviy madaniyatini saqlab qolish uchun bozor tekshirib, oxiri 2016-yili quruq qo'l egilik boshlagan. Hozir u Turkiyadagi raq va gilam zavodlari bilan ayrim kelishim hozirlab, Uyg'ur an'anaviy atlas nusxalaridan foydalanib, har xil raqlar va gilamlarni ishlab chiqarishga boshlagan. Ularning bir qismi bozorga selinish oldida turmoqda ekan. Habibullah yaqinda yana muhojiratdagi Uyg'ur ona til maktablari o'quvchilarining maktab kiyimlarini birlikka keltirish uchun Uyg'ur o'quvchilar formasini loyilab, ishlab chiqarishga boshlagan. Hozir 10 dan ortiq davlatdagi Uyg'ur ona til maktablarining zakazlari bitgan. Erkin Asiya radiosuning xabarida Sharq Turkistondagi lagerlar masalasi Indoneziyadagi o'qituvchilarning bu yil 4-oyda o'tkaziladigan saylimida Prezident Joko Widodoga hujum qiladigan siyosiy ko'zdirga aylangan. Amerika tashqi siyosat jurnalining xabarida navbat saylamga qatnashgan islomiy siyosiy yo'llar va faoliyatchilar Prezident Joko Widodo hukumatining Uyg'ur musulmonlarning bostirishiga sukut qilishini, uning musulmondarchiligining kuchli emasligi, etnik kelib chiqishining Xitoy bo'lishi yoki yoshirin kommunist bo'lishi mumkinligiga bog'lamoqda ekan. O'tgan yili dekabrda necha yuzlagan indoneziyalik musulmon Xitoyning Jakartadagi elchixonasi oldida namoyish qilib, Xitoyning Uyg'urlarni keng ko'lamli yig'ib olish lagerlariga qamag'anligiga norozilik bildirgan edi. Shu qitimqi namoyishda musulmon guruhlar 2019-yili prezidentni almashtirayli degan lozunkalarni ko'tarib chiqqan. Maqolada yana Indoneziya o'qituvchilarining nomzodi Prabowo Subiantoning bayonotchisi Irawan Ronodopioning so'zi naql keltirilgan bo'lib, u Indoneziya aholisining mutlaq ko'p qismi musulmon bo'lish sifati bilan bu xil insoniy tragediyalarni hal qilishda o'zining kuchini ko'rsatish kerak degan. Prezidentning Uyg'ur masalasiga sukut qilishi Xitoyning Jokovini go'riga evaganligini isbotlaydi ekan. Indoneziya Falastin va Rohingya masalalarida izchil musulmonlarni qo'llab kelgan bo'lsa-mu, lekin uni Uyg'urlarga kelganda sukut qilishi Indoneziyadagi musulmon partiya guruhlar va jamoatlarning ayblashiga uchirgan edi. O'tganda Indoneziya o'lamalar kengashi Prezident Widodoni Uyg'ur masalasiga aralashishga chaqirgan edi. Indoneziyada Uyg'urlarni qo'llayotgan musulmon guruhlar bor bo'lib, kishilik huquq tashkilotlari Uyg'urlarni qo'llashdan ehtiyot qiladi ekan. Xabarlarda ularning bu Indoneziyada Xitoylar qarshi etnik o'chmanlikni qayta qo'zg'ab etishi mumkin deb andisha qilganligini bildirgan. Xitoyning Qirg'izistonda turishlik elchixonasi omonlik tadbirlarini kuchaytirib, elchixona sirtiga qurolliq muhofazachilarni o'rnashtirgan. Xitoy elchixonasining bu harakati Qirg'iziston taratqullarining diqqatini qo'zg'agan. Ba'zi ko'zatchilar elchixona sirtiga qurolliq muhofazachilarning o'rnashtirilishi yaqinda yuz bergan Bishkek shahridagi Xitoyga qarshi namoyishlar bilan munosabatli bo'lishi mumkin deb qaramoqda. Lekin Xitoy elchixonasi buning yaqinqi namoyish bilan munosabatli ekanligini rad qilgan. Bu yil 17-yanvar kuni Bishkek shahrining Olotov maydoniga Qirg'izlarning keng ko'lamli Xitoyga qarshi namoyish portlagan edi. Qirg'iziston xabar agentligining bildirishicha, Xitoyning Qirg'izistonda turishliq bosh elchisi Shauchenko 8 fevral kuni muxbirlarni kutib olib, elchixona sirtiga qurolliq muhofazachilarni o'rnashtirishning namoyishchilarga qartilmaganligini ilgari surgan.
u elchixonalarning qattiq qo'g'dildigan strategik o'rin ekanligini eskartib, muhofizatchilarning kuchaytirilishining yaqinqi namoyish bilan aloqasi yo'q degan. Uning oshkorlashicha Xitoy raisi Shi Jinping pat yaqinda Qirg'izistonni ziyorat qildi ekan. U Shi Jinpingning ziyarati Xitoy-Qirg'iz munosabatida yangi sahifa ochadiganligini ilgari surgan. Ammo bu sahifaning konkret tafsiloti tushuntirilmagan. Bu yil 17-yanvar Alotov maydonida yuz bergan namoyishda namoyishchilar Qirg'iziston hukumatiga Xitoyning Qirg'izistondagi kengaymichiliklarni to'sish, Xitoy ko'chmanlarini qo'g'lab chiqarish, Qirg'izlarning Xitoylar bilan to'y qilishni cheklash, Xitoyning qarzni darhol qaytarib berish qatorliq talablarni qo'ygan. Lekin Qirg'iziston hukumati namoyishni bostirib, 20 dak namoyishchini qo'lga olgan. Ba'zi namoyishchilarni milliy o'chmanlikka qutratqilik qilish bilan ayblab sotqa tortgan. Shi Jinpingning ziyarati xalqaroda Xitoyning 3 milliondan ortiq Uyg'urlarni yig'ib olish lagerlariga qamishi qattiq norozilikka uchrab, buningga aloqador Xitoy amaldorlarini jazolash talab qilinayotgan bir mezgilda elib berildi.